Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizga Gentra avtomobilni olib kelishgan, avtomat korobka. Avtomobilimiz 33 ming yurgan ekan. Hali salonni olib chiqqandan beri hech qayerdan ko'rsatishmagan ekan. Faqat gazonni haydab berishgan ekan. Avtomobilimiz 3-paketli metan gazi ustunovka qilingan ekan. Avtomobilimizda benzinda ham, gazda ham rasxodlar juda ko'p ekan. Yurishlari, tortishlari o'ta dam ekan. Skorost almashtirishlar juda ham kech almashtirgan ekan. Bir xil plavniy yurganlarida 3,5 ming 4 ming оборот almashtirgan ekan. Dakansa gazi bosganlarida 5,5 ming 6 ming оборот almashtirgan ekan. Buni birinchi o'rinda diagnostika qilib ko'rganimizda zaslonkalari tiqilib ketgan ekan. Zaslonkalarni tozalab, svechalar hali almashmagan ekan, svechalarni almashtirib, motor plus korobkalarga o'zimizdagi eng zo'r programmani qo'yib berganmiz. Xudo yurib, sinab tekshirib ko'rdi. Xudo ko'ngillarga davullar, egalariga ham yo'qdi. Bir xil yurganda 2,5 ming оборотda skorost almashtiradi. Pedalni dakansa bosganda 4 ming 4,5 ming оборотda skorost almashtiradigan bo'ldi. Xudo xolos yurishlari, tortishlari moshniy bo'ldi. Kimda kim avtomobilda shunaqa xizmatlar bo'lsa, yo shunga o'xshash muammolar bo'lgan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolos ishingni sifatli va garantiyali qilib bitkazib beramiz.